Allah uchun haromni tark etgan kishiga Allah necha hasilab beradi mushu dunyoda. Bu to'g'rida kelgan haqiqiy reallikda yaşangan qissalar naytibak ko'p. Zamonimizdagi katta ulamolardan birisi deydi. Bundan 100 yillar ilgari Qahirada sirtdan kelib o'qiyotgan o'quvchilar naytib chiqdi deydi. Misrning har qaysi yezilarida, chet ellardan kelib. Shu madrasalarninki ba'zi vaqtlarda bek kambag'alchilik, ochlik shunday bo'ladi ekan hamda. O'quvchilarmi, taliblarmi ba'zida to'q, ba'zida och hamda. Umuman boylar xabar tepib turdi ekan. Ba'zi vaqtlarda shunday och qolgan ishlar bor ekan. Bir kuni shu sirtdan kelgan talibdan birisi 20-25 yoshlarda bor talib ekan. Qattiq qusiq ichib ketibdi. Atrofiga qarasa hech nima yo'q, yigida kechgan narsa yo'q. Shuning bilan bu madrasaning o'g'zisiga chiqibdi-da, ixtiyorsiz chiqib ketdi. Chiqsa bir tarafdan shunda shu mezlik tomoqni hidi kelib o'tibdi-da. İxtiyorsiz holda hidi kelgan tarafga menibdi. Endi u chog'dagi uylarmi xuddi bizning vatanninki, mana shaharning ichidagi uylarga o'xshash, shu birisi-birisiga tutash. Bir o'g'ziga chiqib olsa, boshqalarning o'g'ziga ketaveradi qanashda. Basa shu madrasaga, ya'ni yaqinroq bir uydan shundoq tomoqning hidi chiqib o'tibdi. Kechlikkan, oqshomlikkan. Açlık içidiyen bo'lgandan keyin tushibdi o'sha asta shu hoylaga tushibdi o'g'zidan. Hoylaga tushib qarasa hech kim yo'q. Turgan tarafga qarasa shu oshxona ekan. Oshxonasiga kirsa qozonda fasulya deymiz, mana yeshil po'choq qo'yildi. Shu fasulyani qo'rib qozonni yeb qo'ygan ekan. Shuning hidiga juda chiroyli turgan. Shu qozonni ichib shu fasulyadan birini chaynab yutay degan chaqda bunun imoni hareketlenip, ya bu xalqning haqqini qanday yeysan, mushu yeshingacha harom yemagan tursan, qanday bu xalqning haqqini yeysan deb gerdan o'tmaganki shadim og'izdan chiqirib qozonning endi qap-qap astag'firullah deb chikitibdi. Astag'firullah yana endi chikitibdi. Chikitib madrasaga kirib uxlabdi. Ertasi shu uyning egisi kelib madrasada ustoz dars etayotgan chaqda ustozning qulig'iga binas pichirlabdi-da. Balaga qarab turib pichirlabdi. Pichirlagandan keyin endi bu mening ishim tugashdi, bu odam bilib qolibdi meni hamda jazolayotgan bo'ldi deb. Odam pichirlab ayolga ketib qolgan. Ketib qolgandan keyin ustoz chaqirtgan bo'ldi. Chaqirgandan keyin ustoz gap qilib bo'g'icha, ustoz qas-qusqam qattiq ichib ketganlikdan men chidamay shunday kirgandim, ama bir tishlab yemedim, qilib qo'ydim. Men gunohimni tavba qildim va birinchi qatim qilib solgan bir ishim, buni hargiz anda qilmayman deb to'xtamay o'zi aytdi. "Ya to'xta bolam. Men seni u to'g'ri boshqa gap qilmoqchi emasman. Men nima ish qildim uni bilmayman. Ammo madam kapti, madamning naytdi yaxshi, taqvodor, chiroyli bir qizi bor ekan. Sana o'ylab qo'yg'isi bor ekan. Voy ustoz, men qo'ziqomni to'yg'izolmay yursam, men nimaga xudini olayman hozir? Ustoz chaqchaq qilatamlar degan. Yo'q, chaqchaq emas. Ben adam hozir ishning qishdi bor. Chiqqin hozir ashuni uyga ketgin. Sen xudni birimiz deydi. Shuni bilan u adam buni noatibak hurmatlab bir kuyovni, qizini biritgan. Shu uyda xabar topadi ekan. Bu keyin katta olimlardan bo'ldi ekan u kishicha. Demek hem de o adam kürep turib degan bu talibninki tüpüdün tushib, oshxonaga kirib, shu fasulyani tishlab, qo'yib, ayda qilganda hammani kürep turib degan. Qilgandan keyin bu shunda bir taqvodor, shunda Allohdan qo'rqadigan, shunda yigitga bermay qizimni kimga beratdim zaten deb ustozning qishga kelib shu talabni qo'ygan ekan. Qizimni bersam shunga deb. Bu bir qissamda. Hamda hozir bu Saudiya Arabistonda bo'lgan bir qissamda Iroqlik bir yigit, rassom degan yigit. Shu 10 yil oldida hamda Saudiya Arabistonda Hufrul Batin degan yerda bunda kira qitgan
yük to'shiyotgan mashinasi, xalqlarning yuklarini to'shib ketgan. Ayda ishni qilgan. U ish yo'q, ayda bir zaman bo'lib qo'yibdi. Hech kim yo'q, pul yo'q, yigili yo'q, hech kim yo'q, ishchili yo'q, ashunda turib ketibdi, o'tirib ketibdi. Bir kuni bir hindi ishchidan birisi telefon qilibdi-da, "Falon mahallaga kelgan, asha to'shiyotgan yuk va ayda to'shib u binasini sen apirib axlat düğülürge apıp taşlarsan oldu. Şehirden sırtı açıp taşlarsan oldu. 100 riyal birimiz depti. Diyen ki bağda hoşula partken basa yoğun bir villa, çok bir imaratga o't ketibdikan. O't ketib faqat kuyab ketibgan. Kuyab ketganida endi ashinondagi ashyolarni, ash binasini, kuyuk narsalarni ashuni mashinaga besib apib shaharning sirtiga biz yerga apib tashlayotgan ish keladi. Shuni topshiribdi abi. Cho'ng bir boyniki bir villasga shu boyning ishchilari ani chaqirib kirochini ayda to'shitibdi. U to'shibdi. To'shish jarayonida bir nima diplomat nima deymiz, endi chamadan deymiz, kichik chamadan, qo'l chamadonda ish adamlarining bizneslarni ko'taradigan. Ayda bir diplomat çamadanını kuyukning arasini tepib tashlagancha yerini teshi quribgan, teshi kuyib ketgan, ichi to'mirgan, uni ichi hechim bo'lmagan. Teshi kuyib ketib shunday bir sat ko'rinib turibgan, ammo ichi saqkan. Shuni uni erib, shu to'mirni tosh bilan urib ichibdi. Ochsa ichida nayt muhim hujjatlar chiqibdi uningda. Hujjatlar shunday nimalar. Uningdan keyin bir qalamlar chiqibdi. Nayt har xil rangli, isil qalamlar, qimmat qalamlar. Uningdan keyin yana burdan tapancha chiqibdi. Ash oltin rangli ayda to'mirda bo'yalgan bidan tapancha, uning yanında bir shazi o'q bilan birga chiqibdi-da. Chiqqandan keyin bu hayron qolib xo'shlab ketibdi, men boyliq chiqdi-da. Shuni bilan aşında konu asar etiqini satadigan bir ağaynisi ekan telefon qildi-da, "Men shunda binas uçuydu, bizden tapancha uçuydu, bir shazi o'q bilan ash oltindak paqiratgan, chiroyli tapancha ekan" degan. "Sen uni hech kimga gap qilma, mening qishimga kelgan 20 ming riyal berman, naqd berman" debdi. Ma'qul deb telefonni qo'yib o'tib, boshqalar bir o'qib boqay, boshqasi qilmani o'qib boqay qildi. Qanchalik olgan desa, bir yerga telefon qilib desa, 15 ming olaman debdi. Shuni ular 20 ming degunga satsam bo'g'dak deb, ashini elib mashinasiga besib, ana mashinasi mang'il qopab to'xta deb buni o'zidanki iymoni qo'zg'alibdi-da buni. "Hey rassom, bu sening haqqing bo'lmasa, bu nima ishga setib qaylaysa? Bu odamning uyiga o't ketibdi, binasi kuyib ketibdi, ziyon tortibdi. Ziyon tortganning ustiga bu odamning binasini sen setib xeyli olsan qanday halol bo'ldi bu? Sening haqqing bo'lmasa bu" deb o'ziga o'zi tanbih beribdi-da. Shuning bilan buni egisiga qaytarib bersam bo'g'dak deb uni yanchiqqa silib ash binasini berib egisiga. Kurashkim borda xo'jayin bilan degan ali kurash turibdi. Kurash degan binasini olib berdim. Endi yana men bir 100 riyal qo'shib beralamsiz, men kambag'aldim degan adam. "Sen bilan 100 riyalga deyishdik, olib berdim, tugatdi. Biz bu pulni berdik, ish tugadi, endi nima qo'shib bermagan. Boshqa binas bermayman" degan. "Ma'qul emas, ammo menda sizning bir omonatingiz bor, bir o'tay" deb qalamlarni chiqaribdi-da, har xil isil qalamlarni. Qalam chiqargan, "O qalamga mening hojatim yo'q. O qalamni o'zim ishlatib olgan bo'ldi, men kerak emas" dedi. "Ma'qul emas" deb undan keyin hujjatlarni chiqibgan, hujjatlarni ko'rib noyat xo'shlab ketdi. Bu kuyib ketdi deb qattiq g'am qilganti muhim hujjatlardi bu. Uyninki shu hujjati, boshqa hujjatlar noyat muhim materiallardi. "Alloh rozi bo'lsin, sendan hanim bo'lsin, buni akib bersin" deb xo'shlab ekan, undan keyin tapanchani ko'rsatib, "Mening tapancham bor ekan" deb chiqqan ekan. "Bu mening dadam mening askar bo'lganda Saudiya Arabistonda. Dadam 10 necha yil burun menga hadiya qilganda, xotira uchun qilganda, dadamning xotirasida. Bularga berganga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Senga men yana 100 riyal beray" deb. "Yo'q, bermang" deb bo'ldi. "Yo'q, cho'qim, vallohi olmasang bo'lmaydi" deb 100 riyalni beribdi. Bergan shunday xo'shalliqda chiqibdi yerdan. Chiqib bir yer tamoq yeb o'tirsa, bir yerdan bir telefon keldi. 14 kunlik ish va
Maşinangni ilib kelgin, abdan pul verimiz debdi. Ma'qul deb zaten işi yok baka qilgan adam. Berib degan 14 kunlik binasi to'shayotgan ish bor ekan. 14 kun to'shayotgan 32 ming riyal pul debdi. 32 ming riyal pul topgandan keyin shunda xo'shulab ketibdi. Xo'shulab shundan keyin Alloh taologa shukr qilib, men mana harom yegan bo'lsam-mu, shu pulni topib ekanman. Endi bu haromdan qochib, Alloh uchun haromni tark etib, halol to'g'ri bo'lganini qildim. Alloh taolo shu men topadigan pulning 2 hissasini beribdi deydi ekan. Bo'lgan ish endi u o'zining qissasini aytib beraylikcha. Mushuningga o'xshash nat bak jiq qissalar bor. So'zlanmagan qissalar bor. Biz anglamagan qissalar bor. Mushu haromni Alloh uchun, faqat Alloh qo'rqusi bilan, Allohdan qo'rqib, shu haromni tark etgan kishiga Alloh taolo chuqur natijasilar berdi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man taraka shay'an lillahi awwazahullohu khayran minhu deganda, kimki bir narsani Alloh uchun tark etsa, Alloh taolo uningga yaxshisini berdi deb. Bu haqiqat mana. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.